Nima uchun videolar to'xtab qoldi deysizmi? Ha, sababi juda katta. Shuncha harakat qilib video olaman, narsa qilaman. Hech kim obuna bosmaydi. Atak yondan bitta qiz chiqib qoladi, videolarini ko'radi, yaqini qilinayotgan, yaqini qilinayotgan. Atak unga podpiska tashlashadi-da. Men shuncha harakat qilaman, video olayapman, narsa qilaman. Na obuna bosishadi, na qo'llab-quvvatlashadi. Bitta video naqadar prosmotr yig'di. Lekin undan keyin kelgan obunachi kamida 1-2 ta obunachi keldi. Undan keyin kimni harakat qilgisi keladi? Siz nima deysiz? Harakat qilgisi kelmaydi. Qandaydir qo'llab-quvvatlash bo'lsa, siz harakat qilasiz. Doimiy. Siz intilasiz. Sizda obunachilar million yoki 10 mingta, 20 mingta bo'lgandan keyin siz o'sha yarcha harakat qilishni boshlaysiz. Sizga obunachi yo'q, lekin videolaringiz prosmotr million narsa bo'lgandan keyin nima foyda? Ijod qiladigan odamga obunachini qo'llashi, quvvatlashi bo'ladi. U obunachi qo'llab-quvvatlamasa, ijod qiladigan odam to'xtaydi. Xullas, sizlarga taalluqli. Obuna bosib turib, qancha qo'llab-quvvatlasanglar, o'shanga yarasha videolaringiz chiqib, yanada ijod qilishga, zavqlanib ijod qilishga yordam bergan bo'lasizlar. Sog' bo'lasizlar, charchamanglar. Obuna bosishni unutmanglar.